Assalomu alaykum. Bugun ikkita guruhimizdan test natijalarini hisoblab chiqdik va birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlarga ajratib chiqdik. Demak, kuchli uchtalikka har doimgidek pul mukofoti, faxriyorlik sovg'alarimiz bor. Shularni hozir topshiramiz birgalikda. Xo'p, birinchi guruhimizdan uchinchi o'rinni Qo'ziboy Firdavs qo'lga kiritgan. Qarsagilar bilan. Barakallah. Menga yanada yaxshi harakat qilasan. Xo'p. Ikkinchi o'rinni Ne'matov Asadbek. Qarsagilar bilan. Barakallah. Bundan ham yaxshi o'rinlar nasib qilsin. Birinchi o'rinni Baxtiyorova Leyla. Qarsagilar bilan. Do you want to tell anything? Yes. Hello, my name is Leila. I study English at Saparf Academy. The lessons are very fun and helpful. Our teachers explain everything clearly, so learning becomes easy. If you want to improve your English quickly, so as at Saparf Academy. Qarsagilar bilan. Молодцы. Ikkinchi guruhimizdan ham o'rinlarni aniqladik va ularni demak doskaga taklif etamiz. Uchinchi o'rinni Inomjonov Siroj. Qarsagilar bilan. Barakallah. Undan keyin yaxshi o'qib, kuchli o'rinlar oldim. Xo'p? Молодцы. Ikkinchi uchlik demak Nazirjonov Nizomjon. Qarsagilar bilan. Barakallah. Demak, ikkinchi o'rinni bizaga Nurmo'minova Dilnura. Qarsagilar bilan bolalar. Va eng birinchi o'rinni Po'latova Rayhona. Qarsagilar bilan. Shuncha mehnat qilib birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. In the Saparf Academy, and this is my teacher, and he's very legend of our class because he's very intelligent person, and that's all. Come to our Saparf Academy Center. Thank you so much. So, kelasi oylar ham xuddi shunaqa testlar bo'ladi, bolalar. Hamma yaxshilab tayyorgarlik ko'rib, birinchi o'rinni qo'lga kiritishga harakat qilinglar. Rahmat hamma.